Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga assalomu alaykum. Salohiddin kanalining aziz obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan birodarlar, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari, hammalaringga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga seshanba 25-mart 2025-yil biz Andijon viloyati Shahrixon tumani Xoldanbek cho'ja chorva bozoridan akalar sizlar uchun albatta chempion zo'r sigirlar ko'rsatishga harakat qilamiz. Videomiz yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, mana shu yerda turganlardan Xudo xolasa bir boshdan chiroyli qilib narxlarni yoritib berishga harakat qilamiz. Ro'zador aka-ukalarimizga Alloh sabr bersin ilohim. Tutgan ro'zalarimiz Allohning dargohida qabul bo'laversin ilohim. Akalar, sizlar ko'p kutmagan holatda biz syomkani boshladik mana. Egizaklardan boshladik, maşallah. Nasib qilsin hammaga ilohim. Aka, nech pul beryapti bozor? Savdo qildi? Kimiki? Akaxon nech pul berdi bozor? Akaxon jazman savdo qilgan. Savdo qilgan. Nech pul bahosi? Bahosi 45 million. 45 million kam bor. Ikkovi bolasi novvos xunadi. Yo'q, xunadi. Bittasi o'ziniki, bittasi qo'shilgan. Qo'shilgan ekan. Molunisi ichi ketib qolgani uchun qo'shib qo'ydi aka. Yaxshi, to'g'ri, barakasini bersin. Ular norozi bo'lmasin deyapti. Yaxshi. Bunga nech pul so'radi uni? Bunga ham savdo bo'ldimi? Yo'q, bu savdo. Nech pul bahosi buni? Nomerni berasiz? 45 million. Nomerni ayting. 99lik. 364 364 1429. Dastlabki vodiy bo'yicha Yo'q aka. bozorni bersin ilohim. Akalar, telefon qilaverasizlar. Jazman savdo bo'lmadi. Endi akaxonimiz to'g'risini aytyapti. Mana savdolashib, talashib, tortishib olaverasizlar. Inshaalloh baraka bo'lgan joylardan ham ko'rsatishga harakat qilaman. Mana akalar, barakani. Savdo bo'lyapti mana shunga adashmasam. Akalar, savdo bo'lyapti, xudo xolasa. Katta sigir ekan, biri 50 adashmasam. Allohu alam, plus minus 150 atrofida. Jonivor qaranglar. Nech pul beryapsan aka? 40 million. Rahmat, 40 million akalar. 40 million. Xudo xolasa. Bolasini qaranglar. Aka, bu nechinchi bolasi bu? Nechinchi bolasi bu? 3. Nechta sutga hozir? 25 taga olyapti. 25 taga. 3-bolasi 25 taga novvos. Barakasini bersin. Nomerni aytib ketmaysiz? Yo, sotiladi, barakasini bersin. Xo'p. Sotib yurar ekan. Akalar, keyingisidan ko'rsatamiz. Ko'ringlar. Xudo xolasa katta sigir ekan. Nasib qilsin ilohim. Sutini qaranglar. Bular g'ij-g'ij sutda, yeysa, ichsa beraveradi uji. Jonivorlar. Akaxon nech pul so'rayapsiz bozor? Pul berdim bozor? Nech? 43 bermadingiz 43 ga. Bola novvosmi nima bo'lasiz? Bola novvos, a? Yaxshi, 43 buka. Yelinlarni qaranglar, yelinlar xudo xolasa. Nomerni berasizmi? Nechinchi bolasi bu o'zi? 3-chi, a? Yaxshi, nomerni bering. 93lik 177 62 bozorni bersin. Agarlar 1.35 ta atrofida bo'yi ham plus minus qiziqqanlar bo'lsa, nomerlarni qoldirib ketyapsiz. Telefon qilaverasizlar inshaalloh. Albatta sizlar uchun aziz obunachilar. Ko'ringlar, bo'g'ozlardan ham syomka qilishga harakat qilaman. Bo'g'oz mana bu joyda katta sigir chiqib qoldi. O'ta ham katta borki, bozordan nomer ading desak ham bo'laveradi. Sigirni qaranglar. Odamni bo'yi bilan teng bo'lib turibdi pastda. Jonivor. To'xtalaydi. Nech pul beryapti aka bozor? Tepasida 55 ga. 55 ga? 55 gacha kamroq. Kamroq. O'zi bahosi nech pul o'zi? 65 million. 65 million. 60 ta tepasiga yursa berasiz. Pastida beradi. Pastida bitadimi? Akalar, 60 millionni pastida Xudo xolasa ishlarim bitar ekan. 55 millionga ozgina kam savdosi bo'lib turibdi ekan. Buni qaranglar. Maşallah deb yozib ketinglar, hammaga nasib qilsin ilohim. Nechta sutga aka bu? Nechinchi bolasi? 35 ta 40 ta atrofida suti bor, 30 taga beradi. 30 taga olaversin xudo xolasa. Bola novvosmi, xunajimi? 65. Bola xunajin ekan. Nomerni bering, nomeringizni qoldirib qo'yamiz. 95lik 374 0021 bozorni bersin. Akalar, nasib qilsin deymiz endi hammaga, zo'r lekin. O'zim ham havas qildim lekin 4 ta sigir boqmang, bitta yaxshisidan boqsangiz, uje sizga uje bitta ro'zg'or emas,
3 ta 4 ta ro'zg'or, bitta mahallaga yetadi uni suti. Aka, nech pul bahosi buni? 35 deyapsiz. 35 kami bor. Kami bor aka. Bola xunaji. Xunaji. Bola xunaji, yaxshi. Nech pul beryapti bozor? Qancha beryapti aka? 28, 29. 28-29 savdo ko'rdi. Nechta sutga ekan bu? 20 taga olsa. 20 taga, xudo xolasa akalar 20 taga berilar ekan mana. Jonivorni qaranglar. Boylar ham biri 35, biri 40 ga yaqin bo'lsa kerak. Biri 35 ga olaveringlar, biri 40 ham chiqishi mumkin lekin. So'skalar yaxshi, xudo xolasa. Nomerni bering, siz ham nomer qoldirib. 97lik 233 59 59. Rahmat, bozoringiz bersin. Demak, keyingilardan endi navbatdagilardan ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. O'zimizning местный sigirlardan xudo xolasa videoni o'tkazib yubormay ko'rsalaring, bo'g'ozlarni narchakaga o'tib bo'g'ozlardan ko'rsatishga harakat qilaman. Akam nech pul beryapti bozor? 45 million. 45 million. Beryaptimi bozor? Nech pul o'zi kami bor? 50 million kami bor. Akalar 50 million kami bor ekan, 45 million so'm pul berdi bozor. Maşallah. Nechinchi bolasi qancha suti bor? Ikkinchi bolasi 20 ta sutga olaversin. 20 ta sutga olaversin. Novosmi? Novasi. Yaxshi, nomer berasizmi? Qoldirib qo'yamizmi? Eslatlasizmi? 97lik aytavering. 994 Aha. 2927. 2927. Barakasini bersin, rahmat. Akalar, telefon qilaverasizlar, qiziqqanlar bo'lsa, ishqibozlariga albatta nomerlarni qoldirib o'tib ketyapmiz. Sizlar uchun ko'ringlar, kattagina semental chiqib qoldi. Jonivor mana. Ulkan ekan, semental borki, o'ta ulkan kattasidan ekan. Maşallah, barakasini bersin. 2 dona. Belini qaranglar buni. Baquvvatligini. Jonivor bo'g'ozgami yo bolasi bormi aka buni? 95. Buni qaranglar, jonivor. Aka, hormang, bu bo'g'ozgami yo'q? Jumon. Jumon, ha? Nech pul beryapti mana shuni o'ziga? 44, ha? Nargi bolaligachi? 38. Akalar, ko'ringlarchi. Katta sigir bular bor-ku. Nihoyatda bahaybat sigir. Bu nechinchi bolasi nargi? Ikkinchi, ha? Ikkovi ham ikkita. Zo'r ekan. Nomer qoldiramizmi yo shart basmi? Siz qo'ying. Bering nomerni. 95lik 017 90 25 ekan. Bozorni bersin. Xohlasa oyoq odam yaxshi maza qiladi. Katta sigirlarda maza qilib boqadi deydi. Shunaqa ana akalar, bo'g'ozlardan ko'rsatamiz endi sekin-sekin bo'g'ozlardan. Yangi 8 oy, 7 oy yaqin tug'ishi yaqinlardan ko'rsatamiz. Mana bitta germanskiy ko'rsataylar akalar. Maşallah, barakasini bersin. Ha, sigirlar. Zo'rlar ekan jonivor. Akaxon nech pul bahosi? Savdo qildimi? Nech pul beryapti? Savdo qilmadi. Nech pul kami bor? 40 million kami bor. Necha oylik bo'g'ozga? 3 oyga borib qoldi. 3 oyga borib qoldi. Birinchisimi, ikkinchisimi? Uchinchisi ekan. Lekin rosa ochilgan variantidan ekanda. Nomer qoldirib qo'yamizmi? Bering. 99lik aytavering. 30-20. Aha, bo'ldi. Salomat bo'ling. Mana akalar. Katta sigir ekan, lekin borib ishqibozlar telefon qilaverasizlar. Albatta sizlar uchun nomerlarini qoldirib o'tamiz. Mana akalar, olasidan so'raganlarga. Akaxon, mana shu nech pul beryapti kattasiga? Kattaga nech pul berdi mana shunga? 45 deyapsiz, kami bor. Bozor savdo qildimi? 40 bo'ldi. Bozor 40 ga bermadingiz-a? Jonivor katta sigir ekan akalar. Nechinchisiga bo'g'oz? Birinchisiga aka. Birinchisiga bo'g'oz. Uchovi bir joyga bo'shatishga nech pul berib yuboramiz? Bitta odamga. Men oldim deganga. Rossiyadan kelgan. Rossiyadan kelgan. Turistlar biznikida. Qaysi bir nargimi? Akalar rosa bir joyga lekin borku, bitta odam olib maza qilib o'qadigan ekan. Mana. Ko'ringlar, zo'r sigirlar. Hammasi bo'g'oz-a, xolos. Bo'g'oz. Mana bu bilan mana chekkadagi 10 kun 15 kun ketadi. Mana 10 kun, 15 kun kuni qolgan ekan. Mana-chi? Bunga 1 oy, narigisiga ham 1 oy. Bunga ham 1 oy. Bunga ham 1 oy qorasiga. Nomerni bering.
Siz nomerni aytib o'ting, aka, gaplashib qoldi. 99lik 530 530 55 55 51. 51 ha, bozorini bersa. Akalar telefon qilaverasizlar, ikkita odam ekan. Bu akamiz bilan bu akamizni mollari ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, savdolashib, talashib, tortishib olaverasizlar mana akalar. Katta sigirlar ekan, telefonda bilmadim sizlarga qanaqa ko'rinyapti. Ishqibozlar telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Ketdik endi. Mana akalar, keyingisini ko'ringlar. Bugun zo'r bo'g'oz sigirlar chiqdi lekin. Aka, hormang, nech pul beryapti bozor? Aka, nech pul beryapti bozor? 36 million beryapti. 36 million. Nechinchi qorin bo'g'ozga bu? 3-qoringa 8 oylik, zavodskiy 3 yil. Ha, zavodskiy 3 yilin. To'g'ri, rahmat, baraka toping lekin. To'g'risini ayt, 3 yilin ekan, zavodskiy. 36 million pul beryapti ekan. Mana akalar. Germanskiy sigirlarimiz akalar mana. Bo'ylari ham 140 da atrofida. Nomer berasizmi aka? Bering, nomerni qoldirib qo'yamiz. Rahmat lekin. 93lik 244 5600. Baraka toping aka, rahmat. Akalarimiz bugun bozorlarda xudo xolasa yaxshi sigirlar chiqibdi bo'g'ozlardan. Bu mana uni ham katta sigir ekan. Laykni bosib turaveringlar. Aka, nech pul berdi mana shunga bozor? 30 million. Necha oylik tug'ish? Akalar, tug'ish ham yaqin xudo xolasa 30 million so'm. Nech pul kami bor? Kami bor? Baraka toping, yaxshi. Akaxon kameradan qo'rqadi shekilli. Keyingisini akalar. Mana qarang. Aka, nech pul olyapti bozor? Nech pul berdi bozor? Savdo qildimi? Nech pul beryapti? 20 deyapti. 20 deyapsiz, kami bor. Bozor so'radimi? 25 qilyapti-ku. Bozormi? Bozor 25. Zo'r lekin mana. Noto'g'ri tushunib shekilli. 25 millionga bermayapti. Zo'r lekin. Yaxshi, bo'ylari ham 135 ta atrofida. Nomer bermaysizmi aka? Beraveramiz. Bering, sizniki mana aka? 94lik. 308 Aha, aytavering. 44 54. 44 54. Nechinchi qorin edi bu? 3-inchisi. 3-inchisiga tug'ishi Tug'ishi 7 oylik. 7 oyga xudo xolasa. Bu sotib olsangiz bormi uyda yana? Bor. Bo'ldi. Qiziqqanlar Telefon qilish olsin. telefon qilaveringlar akalar. Bor ekan akani uyida. Qiziqqanlar bo'lsa, keyingisidan. Do'stim, polvon nech pul beryapti bozor? 25 ga bermayapsiz, a? Nech pul kami bor? 30 million. 30 million kami bor. Nechinchi qorin bu? Ikkinchi. Ikkinchiga akalar. Uzoqroqdan imkon qadar ko'rsatyapman, to'liqroq kadrga siqish uchun. Ikkinchi qoringa bo'g'oz ekan. Mana shuni. Polvon, nomer berasizmi? Shart bo'lsa bozorni bersangiz iloyim. Mana akalar, bo'g'ozlardan endi ketdik sekin-sekin. Yana ko'rsataman endi bo'g'ozlarda. Bo'g'ozlar o'zimizning mesnilarda chiqqanmiz, ko'rsatamiz. Mana savdolar bor. Savdolar. Akaxon nech pul beryapsiz savdasi? Savdoga baraka. 17,5. Akalar 17,5 millionga bo'g'oz sigirga savdo bo'lib turibdi. Qora aka, nechinchi qorin bo'g'oz bu? Olsa yo 3-chi. Uchinchi bo'lsa. Siz ham olgansiz, tirikchilik. 8 kuraydi aka. 8 kura bo'ldi, hop. Rahmat, baraka toping. Akalar 3-chisiga ekan, akamiz ham olgan ekan. To'g'risini aytyapti. 3-chisiga bo'lsa kerak 8 kura deyapti. Baraka topsin iloyim, zo'r. Shunaqa. Nechinchi oyga o'tdi aka bo'g'ozniki? Kuni qo'ygan, Kuni qolganmi? Rahmat. Kuni qoldi akalar. Imkon qadar to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Harakat qilyapman albatta sizlar uchun. Sizlardan faqat podдержка, like bo'ldi akalar. Like bosganga pul olmaydi. Bizga ham pul ko'p qolmaydi sizlar like bosganlaring uchun. Keyingilar ko'rsatdim. O bitta germanskiy turibdi akalar. Yoshidan turibdi mana, yoshidan so'raganlarga. Aka, nech pul beryapti bozor? Savdo qildimi? Endi eshitdim. Nech pul kami bor? 28 kami bor. Necha oylik bo'g'oz? 8 oylik? Birinchisiga xudo xolasa, kuray bormi, yo'qmi? Endi o'zgardi, mashalloh, mana akalar, 28 million kami bor. Hali bozor savdo qilmadi. Endi olib kelishibdi adashmasam. Ko'ringlar.
Bo'yi lekin o'rtacha 1.25, 1.30 ga olaverasizlar. Akalar 1.30 chiqadi lekin. Adashmasam, yana bilmadim. Ko'z buni jicha arqarab turing, rasmga olaman. Voy jonivor, bitta qara, ana. Nomer berasizmi? Nomer qoldiramizmi aka? Yo shartlasizmi? Bozoringizni bersin akalar. Akamiz nomer qoldirmadilar, albatta so'radim. Ko'ringlar. Qo'ldan kelgancha ko'rsatdik bozorlarda akalar. Mana narxlar shunaqa, narxlar baland akalar. Realni to'g'risini aytish kerak, narxlar o'ta baland. Shunaqa mol boqish ham oson bo'lmayapti. Sog' bo'linglar akalar, salomat bo'linglar. Ikkinchi qismini xudo xolasa yosh ko'chatlardan semiz buqa, boqma buqa aralash qilib ko'rsatishga harakat qilamiz xunajinlardan. Keyingi qismiga o'tib ko'raverasizlar. Akalar, hammamiz chorvamizga Allohim barakasini bersin. Salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishaylik iloyim.